Mana bunday go'zal tabiat qo'ynida hammani bahri ochiladi. Xuddiki Shveysariya deb o'ylaysiz. Savol beringchi, nima uchun insonga sayohat qilish kerak? Va sayohat plus bilim, ilm olish bo'lsa nima deysiz? Biz ham aynan mana shunday chiroyli tog' ostida, tog'ning tagida retritga keldik va kuchli bilimlarni hech qayerga chalg'imasdan mazza qilib faqat o'zimizga vaqt ajratib bilimlar oldik. Va aynan NLP ong osti dasturlari bilan ishlash bo'yicha sizlarga ajoyib taklifim bor. Biz aynan mana shu yerda retritda olgan bilimlarimizni xalqaro miqyosdagi ustozlardan bilimlar olib sertifikat oldim. Va endi bu bilimlarni sizga ham bo'lishga tayyorman. May oyida sizga master class tayyorlab qo'ydim. Va ong ostimizni boylikka dasturlaymiz. Agarda siz anchadan beri ishlaringiz yurishmayotgan bo'lsa, bu taklifim sizga ma'qul keladi. Retritda kutib qolaman. Biz ham tabiat qo'ynida, chiroyli go'shada sizlar bilan ishlashga va mazza qilib dam olishga tayyormiz. Agarda bu taklifim sizga ma'qul kelgan bo'lsa, hoziroq murojaat qiling va o'z joyingizni band qiling.